Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Bugun dasturimizda Prezident Qumtor shartnomasining qonuniyligini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Biometrik pasportning yangi turi ishlab chiqildi. Yangi pasportga 5 hujjat biriktiriladi. Tug'ilgan yerdan metrik alib atganda эле pin kodni sizga berib qo'yadi, ошон менен өмүр бою балаңыз сак. O'sh shahrining Abduqadirov ko'chasidagi yo'l ta'mirga muhtoj. Bizga ko'chaga bugun kunda asfalt ichki ko'chaga aqcha qaroqat yo'q, qaroqat emas. Jalolobodda yo'lni kengaytirish uchun buzilgan 5 uyga kompensatsiya ajratilmay qoldi. Shu sababli 3 nafar fuqaro meriyani sudga berdi. Özübiston Şahriston meri to'xtam chiqarib bergan Nizamdu deb, mana o'shol mening qo'limda. Hammaga tanish bo'lgan oq turpoq guruchi har yilgidan 15 kun erta ekildi. Жылда былтырга караганда көбүрөөк септик, эми Qumtor kompaniyasi mehnat kodeksini buzganligi uchun ayblanmoqda. Bu haqda Ekologiya va texnika xavfsizligi bo'yicha davlat inspeksiyasining bildiruvida aytildi. Ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 yil oralig'ida Qumtor Operating Company ishxonasi Qirg'izistonning mehnat kodeksi qoidalarini saqlamagan. Bunga ish vaqtida vafot etgan Aleksandr Jevnarenko bo'yicha mazkur kompaniya rahbariyati akt tuzmagani, bu bilan qonun buzilgani aytilgan. Bishkekning Oktyabr rayon sudining, Oliy sudning qarorlari bajarilmayotgani yozilgan. Shu sababli Jinoyat va jazo kodeksining 338-moddasi bo'yicha ish qo'zg'alib, kompaniya prezidenti Daniel Girardinni javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Bu orada Bishkekning rayonlararo sudi Qumtor koni bo'yicha yangi ishni tekshirmoqda. Eslatib o'tsak, Ekotex inspeksiyasi Qumtor konini ishlatishda ekologiyaga zarar keltirgan degan 4 da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan. Mavzuni davom ettiramiz. Qumtor loyihasi bo'yicha yangi qarorlarning paydo bo'lishi sababli 2003-2004-yillari va 2009-yili tuzilgan shartnomalarning qonuniyligini qaytadan ko'rib chiqish kerak. Bunday topshiriqni bugun Prezident Almazbek Atambayev Bosh prokuror Indira Joldubayevani qabul qilgan vaqtda bildirdi. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra 2003-2004-yillardagi Qumtor loyihasini qayta tuzish masalasi yangi qirralarni esga olinganda umumiy boshqacha bo'ladi. O'sha vaqtda Centara Gold kompaniyasida Qirg'iziston tomonining ulushi aniqlangan. Xalq orasida ulush qalbaki yo'l bilan kamaytirilgani to'g'risida fikrlar paydo bo'lgan dedi. Davlat rahbari Almazbek Atambayev qo'zg'algan jinoyat ishlari ahamiyatli bo'lgani sababli tekshiruvni obyektivligini emas, ko'rilayotgan choralar to'g'risida jamoatchilikni xabardor qilish kerakligini aytdi. Davlat ro'yxatga olish xizmati biometrik pasportning yangi turini ishlab chiqib, asosiy loyihasini taklif qildi. Unda fuqaroning millati ko'rsatilmaydi, tug'ilgan sanasi, hujjatning yaroqlilik muddati va imzosi tushiriladi. Biometrik pasportga qo'shimcha haydovchilik guvohnomasi, tibbiy karta kabi hujjatlar ham qo'shiladi. Hozir jamiyatda pasportning yangi turini qo'llaganlar va shu bilan birga uni tanqid qilganlar ham bor. Biometrik pasportning loyihasi va o'zgachaliklari to'g'risida muxbirimiz aytib beradi. Biometrik pasportning bir tomoni ID kart pasportga o'xshagan bo'lib, shaxsning ismi, hujjatining yaroqlilik muddati yoziladi. Ikkinchi betida fuqaroning millati, istiqomat qilgan yeri, oilaviy sharoiti va oila tarkibi yozilib, ma'lumotlar pasportdagi elektron chipda saqlanadi. Elektron pasportda haydovchilik guvohnomasi ham birlashtirilib, yo'l qoidasi buzilgan vaqtda hujjat olinmaydi. Haydovchi elektron pasportdagi ma'lumotlar asosida borib, jarima pulini to'lashi mumkin. Ошол айдоочу көйлөгүн алдырып же штрафлап турган болсо, ID картанын ичинде бардык маалыматтар сакталат. Бул ID картаны соттун чечиминде айдоочу көйлөгүнөн ажыраса, ал паспорт колунда жүрөт, бирок ичиндеги турган записи болгону айдоочу мынчанчы жылга чейин эркинен айдаганга ажырады деп эле ичинен маалымат болот. Эгерде ошол жаран машина айдап жүрүп, кайра укук коргоо органдарына түшүп кала турган болсо, жанагы компьютерден ал жаран ушунча жылга соттон өкүм чыгып, айдоо укугунан ажырады деп маалымат чыгат дагы, андан кийин машинесин стоянка болот. Yangi pasportdagi 5 ta hujjatga tibbiy karta va nafaqa kitobchasi kiritiladi. Undan tashqari PIN raqamlarini berish vazifasini davlat ro'yxatga olish xizmati ijtimoiy jamg'armadan o'ziga o'tkazishi rejalashtirilmoqda.
unda farzand dunyoga kelganda pint raqam berilib, raqam hech qachon almashtirilmaydi. Төрөлгөндөн кийин метиркесин анан ата энесинин көчүрмө паспорттарын, үйлөнүү кагаздарын көтөрүп алып, ЗАГСканадан соцфондканасына барбайсыздар, ал жактан чыгып алып, тияка барбайсыңар, ошол эле туулган эле жерден метрик алып атканда эле пин кодду сизге берип коет, ошону менен өмүр бою балаңызды алып. Yangi biometrik pasportlar bo'yicha jamiyatda turli fikrlar aytilmoqda. Ayrimlar fuqarolarga tegishli barcha hujjatlar birlashtirilishi yaxshi natija beradi deyishsa, ayrimlari bunga qarshi, sababi shaxsni aniqlovchi hujjatlar boshqa bo'lgani yaxshi. ID карт бар ғой, паспорт. Ошого бириктирген жакшы болот эле, бир кандайдыр номерлер менен. Анын отдельно бир жерде жатат да. Бул айдоочулук көлүк менен паспорттун айырмасы, паспорт өздүк документ, адамды туулган жылын, немелерин баягындай. Өздүк документ, туулган жылын, ким экен, аты жөнүн аныктатыр да, айдоочулук көлүк баягы артында баягындай тамгалар болот. Машинаны, кандай машинаны айдаш керек, эгер экөөнү бириктирсе, паспортко дагы ошентип тамгалар түшүп калса, бул туура эмес деп ойлойм. Хаммасын ар томонго ана кыяндан көрө хаммасы битте болгону жакшы, оңой да, кулай, туура. Ар бир документтин убакыт кетирбей, бардыгын бирлеп топтоп бир документ алса, кулай, жакшы болот, оңой болот. Tahlilchilarning fikricha, biometrik pasportda fuqaroga tegishli barcha hujjatlar birlashtirilganligi qulay. Lekin ro'yxatga olish xizmati biopasportga o'tishni saylovga asoslayotganligini qo'shimcha qilishdi. Hozirgi qonun bo'yicha oldindagi prezident sayloviga biometrik pasportlari yo'q fuqarolar ishtirok etisha olmasligini misol keltirishadi tahlilchilar. Жарандарыбыз bir 15-20 жылдан бери шайлоолорго катыша албай жүрөт. Ошондуктан азыркы биометрикалык паспорттогу баягы пин коддук картанын негизинде адам өзүнүн жашоосун, конушун которгондон кийин каалаган жерге өзүнүн учетун коюп, ошол жерден шайлоого добуш берген ыңгайлуу. Ал эми айтып атышпайбы бул жерде улуту көрсөтүлбөптүр деп. Эми биометрикалык паспорттун негизги бирден бир максаты бул шайлоо. Шайлоого Кыргызстандын жарандары биометрикалык маалыматтын негизинде гана өзүнүн ким экенин тапшырып, добуш бериш керек. Жаңы паспорттун үлгүсү жакын арада өкмөткө караштуу мекемелер аралык комиссияда каралып чыгып, бекитилгенден кийин гана юридикалык күчкө ээ болот. Мына ошондон соң негизги долбоор катары каралган паспорттун бул үлгүсү ошол жылдын аягына чейин колдонууга киргизиле баштайт. Yangi pasport yaqin kunlarda hukumatga tegishli idoralar aro komissiyada ko'rilib chiqilib, qabul qilingandan keyingina yuridik kuchga ega bo'ladi. Shundan keyingina yangi pasport joriy yil so'ngida foydalanishga berila boshlaydi. Eski rusumdagi hujjat muddati tugagandan keyin almashtirilishi yoki biometrik pasport majburiy tarzda berilishi hozircha noma'lum. Yangi pasport eskisining muddati bitgandan keyin almashtirilishi yoki majburiy turda biometrik pasportga o'tish hozircha noma'lum. Mavzuni batafsil yoritish uchun muxbirimizdan so'rasak. Shavkatbek, aytingchi, biometrik pasportga o'tish muddati qancha? Bu loyiha faqat muhokamadan so'nggina aniq bo'ladi, lekin shunga qaramasdan yangi pasportlarni andozasi ustida ish olib borilmoqda. Bugungi kungacha Qirg'iziston Respublikasida biometrik ma'lumotlarni 3.800.000 ta odam fuqaro topshirish kerak bo'lsa, ularning 2 millionigina bugungi kungacha o'z ma'lumotlarini topshirgan. Bu degan 1.800.000 kishi yana kelib, o'sha punktlarga kelib biometrik ma'lumotlarni topshirish kerak degani. Rahmat, dasturimizni davom ettiramiz. Ichki ishlar ministrligining O'shdagi boshqarmasi tarqatilishi mumkin. Bu haqda ministr Qashqar Jonushaliev bildirdi. Jonushaliyevni bundan tashqari o'z o'rinbosarlarini almashtirmasligini ta'kidlab, biroq rotatsiya bo'lishini ochiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bir lavozimda 5 yil ishlaganlar ham bor. Qonunga ko'ra ular o'rin almashish kerak. 2013-yilning yanvar oyida Ichki ishlar ministrligining tegishli buyrug'i bilan O'sh shahri va O'sh oblasti bo'yicha bosh boshqarmaligi tuzilgan. Uning tashkil qilinishiga Ichki ishlar ministrligi tomonidan hududdagi jamoat siyosiy holati, jinoyatchilik bo'yicha vaziyatga bo'lgan tahlillar asos bo'lgan deyishadi o'sha vaqtda. Militsiya xodimi To'lqinbek Shanayevni o'limida gumonlanib qo'lga olingan
Jengo laqabi bilan mashhur Qadir Do'sonovga nisbatan sud hukmi chiqmayapti. Bu haqda marhumning otasi Qurmonbek Shanayev matbuot yig'inida bildirdi. U o'g'limni Qadir Sanayev otgan, u qochib yurib oxiri qo'lga olindi. Aybini tan olib o'tgan yili umrbod ozodlikdan mahrum qilingan deyiladi. Biroq buyruq bergan Jengoni javobgarlikka tortish kechikmoqda. Uning so'zlariga ko'ra Qorasuv rayon sudi 3 marta ishni ko'rib chiqib hukm chiqarmadi. Eslatib o'tsak, 2013-yili militsiya xodimi To'lqin Shanayevni o'z uyi yonida noma'lum kishilar otib ketishgan. Ko'p o'tmay bu ishni uyushtiruvchisi qatori Qadirbek Saydiyev qo'lga olingan. Sud vaqtida Saydiyev polkovnik Shanayevni o'ldirishga Qadir Do'sonov buyruq berganini aytib ko'rsatma bergan. Adliyyatli chechim chiqarishini men so'rayman. Ana bidikdagilarni kontrol qilishini so'rayman. Sebebi barliq narsa kontroldan chiqib boradi. Bu yaxshilikqa bormaydi. Bu grajdanlik sovushqa boradi. Je bularga grajdanlik sovush kerak bo'ladi, men tushunmayapman yaxshi. O'shaning uchun barliq ko'zim oldib, zakon turida, mujzam chegida chechim qabul boshqa men hech qanday so'zim yo'q. Jaloloboddagi Lenin ko'chasini kengaytirish uchun buzilgan 5 uyga kompensatsiya qaralmay qoldi. Bu haqda meriyadan pul ololmayotgan uy egalari aytib chiqishdi. Ularning bildirishicha, shahar hukumati bu uylarni qizil chiziqdan chiqib ketgansizlar degan sabab bilan kompensatsiya berishdan bosh tortmoqda. Biroq boshida bu uylarning ham o'z narxi hisoblanib, mablag' ajratish va'da qilingan. Endi esa kompensatsiya bermaslikni qidirishga o'tishdi deb uy egalari arzlanishdi. Ikki tomonning fikrini muxbirimiz eshitib qaytgan. Lenin ko'chasining yashovchisi Mahburat Azimova yo'lni kengaytirish bilan bog'liq surilishi kerak bo'lgan uyi uchun kompensatsiya ololmayapti. Meriya yo'l kengaytirish uchun uy egasi qarshi bo'lsa ham kuch bilan buzgan. To'siqlarni surdirish vaqtida turar joyning ayrim devorlarida yoriqlar paydo bo'lib, hozirda yashash uchun xavfli bo'lib qolgan. Hozir buzilib ketgan tualet, banya, kladovkama buna meriyadan To'xtom Nizamdu deb To'xtomda chiqartirgan. 2016-yili mart oyida O'zbekiston shahriston meri To'xtom chiqarib bergan Nizamdu deb mana o'shol mening qo'limda. O'shani Nizamdin cheginde menga dogovor olib kelib, dogovorga qo'l qo'ydirib, Nizamdin cheginde qilib berishini men so'ranib ketdi dedim. Men ushul turali sizlarga qayrilib ketdim. Men yo'ldan kengayishini hech qanday qarshichiligim yo'q. Lenin ko'chasini kengaytirish ishlarida qonun buzarliklari bo'lib surdirilayotgan 38 uyning 20 ga yaqin turar joy borasida shahar meriyasiga norozilik xati yuborilgan. Qolgan 18 uy egasi esa shahar meri bilan shartnoma tuzgan. 5 uyning egalari esa meriyaning ustidan sudga murojaat qilgan. Men ham o'sha jinim kelgan birinchi ashyolik qog'ozini berganda 116 ming menga chiqargan ақша. Sizga. Endi aylanib dag'i bir komissiya tuzib turib, uni qarab turib, sizlarda mana hukumatda yerga chiqyapsizlar dedi-da, eneki mana banya tualetlarga ajratib beramiz deb 95 ming ajratib qo'yman, endi nima qildi. Bu ham bo'lsa menda tilminenlar, qog'ozda yo'q. Undan keyin dag'i bir jo'li kelib turib, вообще sizlarga hech narsa yo'q dedi. Endi kim qanday tushunadi? O'sha kim mizon bo'yicha ish qiladi bilmayman-da. Qanday bularga mizon, qanday mizon bo'lishi kerak bilmayman, tushunmayman. Nodavlat tashkilot vakillari matbuot yig'inida meriyaning bunday qilishiga huquqi yo'q ekanligini bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Jalolobod meriyasi mazkur uylarni belgilangan chiziqdan o'tib ketgan degan sabab bilan kompensatsiya berishdan bosh tortgan. Lekin ish boshlanishida mazkur uy egalari ham kompensatsiya oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Tushuntirish ishlari to'laqonli olib borilmaganligi uchun turar joy sohiblari olib borilgan ishlarga ma'qul emas. 25-may kuni ikkinchi uydanmanga berilgan. O'shandan keyin 25 odam bardigi teng отказ qilgan. Отказ qilgandan keyin ela bir kun o'tib ela snos boshtaldi. Snos boshtalganda hech kim предписание uydanmanga bergan yo'q. Bermay ela qo'qistondan ela kelib turib, uydanmanga qilmay ellerdan ma'qulligini olmay ela otsonka qilmay ela bunday biljaqli qilib turib işte uylarni buzishni boshlashgan. Shahar merining so'zlariga ko'ra, yashovchilarning 99% surdirish ishlariga rozi bo'lishgan. Mer yashovchilar orasida 4 xo'jalik uylarni garovga qo'yib, bankdan qarz olishganligi sabab shartnoma tuzilmayotganligini ta'kidladi. O'sha 38 uydan bugungi kunda 4-övünün mınavi bankda zalogi var ekan, o'sha uylar zalogda turadi ekan. Kredit algan, sud algan. Alar menen tuzulgan joq kelishim. Anan dagı bir ekovi var. Alar menen tuzulgan joq, sebebi alar aytadi biz
Жақында эле бул жерден сатып алдык эле ушул үйлөрдү. Бизге ошол бааны гана бересиңер, башка бааны билбейбиз деп 6 гана бүгүнкү күндө келишим түзгөн жок. Ошонун 4 уважительный, потому что залогда турат. Ал эми калгандар менен баары менен келишим түзгөн, ушу акчаларын алып атат. Мен бүгүн ошол Турецкий лицейдин алдында ошол 38 үй менен дагы жолуктум. Ошондо бардыгы бир колдоп поддержка кылышты. Биз разыбыз. Бүгүнкү күндө шаарыбызда болуп аткан жумуштарга бул жасалыш керек эле деп эч ким каршы болгон жок. Leylin ko'chasi yashovchilarining so'zlariga ko'ra 5-6 xo'jalik kompensatsiya miqdoriga rozi emas. Shahar meri Salaydin Avazov esa 38 uydan ikkitasining sohiblarigina qarshi ekanligini, lekin qurilish ishlari to'xtatilmasligini bildirdi. Shuningdek, barcha ishlar qonun asosida olib borilayotganligini ta'kidladi. Hozirda Leylin ko'chasini kengaytirishning ikkinchi bosqichi amalga oshirilmoqda. Buning uchun shahar g'aznasidan 11 million 750 ming so'm mablag' ajratilgan. Mavzuni davom ettiramiz. Jalolobod meriyasini Adolatlilik inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti sudga berdi. Bu haqda mazkur tashkilotning yuristi O'tkir Japarov bildirdi. Huquq himoyachilari Lenin ko'chasini kengaytirishda mer buyrug'ini shahar kengashi qabul qilgan kompensatsiya bo'yicha qarorni, mustaqil komissiyaning xulosasini va shahar bosh plani bo'yicha ma'lumot so'rab 3 marta murojaatnoma yo'llagan. Biroq shahar hukumati ma'lumot berishdan bosh tortgan. Shu sababli ma'lumot olish to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun sudga murojaat qildik, deydi Japarov. Uning qo'shimcha qilishicha, Lenin ko'chasini 3 nafar yashovchisi meriyaning noqonuniy harakatlariga va kompensatsiya to'g'risidagi qaroriga nisbatan norozilik bildirib, rayonlararo sudga ariza yozishgan. Dasturimizni boshqa xabarlar bilan davom ettiramiz. O'sh shahrining Abduqadirov ko'chasidagi yo'llar ta'mirga muhtoj. Yashovchilar tegishli xizmatlarga murojaat qilib, iltimoslari javobsiz qolmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, yo'ldagi chang yozda uygacha kirsa, qish va bahor fasllarida loy bo'lib qiynalishadi. Shahar meriyasining javobi esa aniq, mablag' yo'q. Unday bo'lsa, bu kabi yo'llar qachon ta'mirlanadi? Muxbirimiz javob izlagan. Bu O'sh shahridagi Abduqadirov ko'chasi. 15 yildan beri yo'lni ta'mirlash kerakligi haqida yashovchilardan boshqa hech kim o'ylamagan. 99-yildan beri o'ngdonlik. Buna uy tushganda trombovka bo'lib, oyoq jamon bo'lib ketgan. Qishinda ashim mashina jura olmaydi. Peshkom jo'y bassa tizega cheynilay bo'ladi. O'zi azal o'ngdonlik. Svet yo'q. Geçinde уже kapkaranlık. Görüyortasыздар, çaң аябай көтөрүлгөндө балдар несі болуп өтө зыян. Көрдүңүздөр, ушунча бала ойноп жүрүшөт. Вес şu kvartalдын балдары ошол жерде ойношот. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, yo'ldagi chang uylargacha yetib noqulaylik yuzaga keltiradi. Qish mavsumida esa mashinalar yurishi uchun imkon bo'lmaydi. Bahor kuz mavsumlarida yo'llar loy bo'ladi. Балдар сабакка эртең менен жакшынакай аппак кийимдерин кийип жөнөйт. Кайра келгенге чейин кийимдерде түс жок. Ылайда болсо тизеден ылай, путтарына болсо клёнка пакеттерди кийишет дагы. Чыгат. Эми ар бир күн эле биз булар ташып отурганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Тияка ташып, бияка ташып отурганга. Abduqadirov ko'chasining yashovchilari yo'lni ta'mirlab berishni iltimos qilib, bir necha marotaba shahar meriyasiga murojaat qilishgan. Takror yozilgan arizadan bugungi kungacha natija chiqmagan. Бул жерге көптөн бери жолубузга эч бир кароочулук болбогон үчүн жолубуз аябай начар акыбалга келип жетти. Биз буга чейин мэрияга жанагы баштагы созывдагы депутаттарыбыз кайрылганбыз. Бирок эч бир майнап болгон эмес. Бизге обещанияларды гана берип келген. O'sh shahar meriyasiga tegishli yo'llar boshqarmasining rahbari esa Abduqadirov ko'chasining yashovchilaridan ariza tushmaganligini bildirdi. Алар кайрылган болсо, бизден каттоодон өтөт эле да. Алардын кайрылуусу жок. Бүгүнкү күндө өзүңүз эле уктуңуз. 207 Абдукадыровадан бизге кайрылып түшкөн жок. Эгерде кайрылып түшкөндө сөзсүз түрдө алышка көңүл бургаса. Yo'llar boshqarmasiga ichki yo'llarni ta'mirlash iltimosi bilan kelgan arizalar ko'p. Joriy yilda yo'llarni ta'mirlash uchun ajratilgan 60 million so'm markaziy ko'chalardagi yo'llar uchungina yetadi.
бизге көчөгө бүгүнкү күндө асфальттоо ички көчөгө акча каралат жок, каралган эмес. Ошондуктан ушул көчөнүн тургундарына айтып кетем, асфальттоо болбойт ички көчөгө. Эгерде шагылдоо десеңиздер, шагылдоо бизде ушул айдын 20-сында шагылдоо боюнча тендер өтүлөт. Ошондо ким утуп алса, ошол көчөнүн шагылдоосун алып бергенге biz kirgizamiz. Joriy yilda shahardagi ichki ko'chalardagi yo'llar ham ta'mirlanadi deb umid qilishadi. Sababi o'sha shahar meriyasi Xitoy Xalq Respublikasi bilan tuzgan shartnomasida ichki yo'llarni ta'mirlashda yordam berishi ham qaralgan. Mazkur shartnomalar amalga oshsa, O'shning ichki yo'llarini ham asfaltlashga imkon yaraladi. Majina Ulug'bek, Ajina Do'stinbetova, Munar Arzbek o'g'li, Intimaq. Botken rayonining Oqturpoq qishlog'ida bu yil guruch ekish ishlari 10-15 kun erta boshlangan. Dehqonlar buning sababini ob-havoning issiqligi bilan bog'lashmoqda. Shuningdek, mazkur qishloqda quyosh nuri kuz fasligacha bir xil bo'lganligi sababli sholli haydov ishlari aprel oyidan boshlab iyun oyining oxirigacha davom etadi. Botken guruch makoni bo'lgan oqturpoqliklarning dehqonchiligi to'g'risida navbatdagi lavhada. Oqturpoq qishlog'ining yashovchisi Mirbek To'siyev balog'atga yetgandan buyon guruch ekadi. Bu yil ham 1 gektar yerga guruch ekib, har bir sotiqiga 1 kilogramm 200 grammdan urug' sepgan. Bahor mavsumi erta kelishi bilan urug' sepish ishlari 2 hafta erta boshlangan. 4 oyga yaqin vaqtda tayyor bo'ladi. Agar hosil yaxshi bo'lsa, 3 tonnagacha guruch olinadi, deydi dehqon. Bu yil o'shol yilda былтырга qaraganda ko'proq sepdik. Endi yaxshi tushum beradi deb o'ylab o'tamiz. 1 kilo 200 grammdan sötügüne. Hazır bir 25 sötük döydü sevip geldim. Har biriga bir yerde 5 sötük, bir yerde 10 sötük, 15 sötük degендей sötügünü bilip turup urug' salabız da har yerga, başka idishlarga. Mahalliy dehqonlarning so'zlariga ko'ra, Oqturpoq qishlog'ida guruch ekish ishlari aprel oyidan boshlanib, iyun oyining 20-sanasigacha davom etadi. Sababi mazkur hududlarda quyosh nuri sentyabr oylarigacha yetarli bo'ladi. Shuningdek, boshqa hududlarga nisbatan guruch ekishda ham o'ziga yarasha farqlar bor. Masalan, bu yerda sholi ko'chirilmas ekan. Traktor bilan laymoch qilib, orqasidan malavasib, yer malavasqandan keyin yer yumshaydi aytilgandan keyin, traktor maydalgandan keyin. O'sha orqasidan malavasib urug' chachib, suvni urug' chachamiz. Boshqa joylarda bo'lsa, ko'chat qilish olani sayishadi ekan yerga. Ko'chat qilgan yaxshi, bu yaxshi. Yo'q, bu yaxshi. O'zi chiqqan sal yaxshi-da ko'chatdan. Asli ko'p bo'ladi, chaylay chala. Mazkur qishloqda bir yilda 1000 tonnadan ko'p shol olinadi. Uni guruch holatiga keltirish uchun elektr quvvati yordamida ishlagan maxsus sexlar bor. Hosillarni yig'ish ishlari tugagandan keyin bir kunda 1 tonnagacha guruch chiqariladi. Mana hozir joz bo'lib qoldi. Hozir qashtik kuniga 100 kilodan guruch chiqadi. Kuniga 80 kilo, 100 kilo chiqadi. Sebebi hozir yerda shol ozaygan. Otiboq yeli, anam bizde bana yaktan nargı yüzden kadam yağlarından çok uğrak, kalça, yana bir günden gelet, yigit birinden gelet, sentiyar, öktiyar, noyar, yanarga çeyet, başta 1 tonnadan bir çıkar. Bir tonnadan çıkar. Oqturpoq qishlog'ida 251 xo'jalik bo'lsa, barchasi dehqonchilikni mazkur turi bilan shug'ullanishadi. Jami 400 gektarga yaqin shol ekiluvchi maydonlar bor. Satılatilgan negizgi bizning Botken bozori. Botken bozorida satılıp ortamçılar arqali Bishkekgacha ketadi buni guruchlar. Bahası 100 so'm. Anan 90dan jo'g'ir jag'ida. 100 so'm. Ikki joyga jo'natiluvchi eksportga 100 so'mdan oladi shu oyda. Oqturpoq qishlog'i guruchlari 1 kilogrammi 90-100 so'mdan, shuningdek Qirg'izistonning barcha hududlarida sotiladi. Qirg'izistondagi maktab va oliy o'quv yurtlarining 11 bitiruvchisi Xitoy universitetida bepul bilim olishadi. Bu ikki o'lkaning orasida olib borilgan so'zlashuvlar asosida amalga oshmoqda. Xitoy universitetiga 17 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlar test asosida qabul qilinadi. Tanlov 19-iyunda O'sh davlat universitetida Xitoy Xalq Respublikasining Qirg'izistondagi vakilligi va fan va ta'lim ministrligi tomonidan o'tkaziladi. O'lka janubiga 5 o'rin ajratilgan. Hozirda abituriyentlarning ro'yxatga olish ishlari bormoqda. Ro'yxatdan o'tish uchun xohlovchilar shahodatnoma yoki diplom nusxasini olib kelishlari kerak. Konкурс болсо, birinchi tur ошол документтерди кабыл алуу, мен азыр айтып кеткен кагаздар. Экинчиси болсо, бул дил баян жазышат.
эмне себептен мен Кытайга барып окугум келет деген темада. Ошол күнү биз тил баян темасын беребиз. Жана тест болот. Тест орус, кыргыз тилинде болот. 50 суроодан турган тест болот. Ага да катайын эки убакыт бөлүп беребиз. Тесттин негизги суроолору болсо Кытайдын тарыхы, Кытайдын маданияты жана Кыргызстан менен болгон мамилелери катталган. Ичинде ошолорду жазып өздөрү белгилеп чыгышат. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Tayvanda yil sayin nishonlanuvchi urfga aylangan ajdar qayiqlar musobaqasi o'tkazilmoqda. Mazkur kurash aslida Xitoy xalqidan kelib chiqqan musobaqa. Xitoy sanasi bo'yicha har yili 5-oyning 5-kunida nishonlanadi. Bunda milliy asboblar bilan guruhlar ajdar kabi qayiqlarda suv betiga poygaga chiqishadi. Milliy do'mbira asboblari ostida qayiq eshkaklarining bir ritmda chalinishi bu ajdar kabi qayiqlar bilan yil sayin nishonlanuvchi musobaqa bo'lib hisoblanadi. Mazkur kurash Tayvanning Taybey shahridagi Zilun daryosida o'tmoqda. Ushbu musobaqa chuqur mehnat talab qiladi. Kurashga tajribali sportchilardan boshlab oddiy qiziquvchilar ishtirok etmoqdalar. Ularning hammasi g'oliblikka erishish uchun harakat qilishmoqda. Ajdar qayiqlar deb atalgan el aralык мелдеште biz 3-орунду багындырдык. Ага 6 айдан бери даярданып келгенбиз. Мелдеш өтө маанилүү болгондуктан күн сайын таң эрте 4-тө туруп, баарыбыз машыгууга киришүүбүз. Азыр мында бизди колдоп жакындарыбыз келген. Tinimsiz yomg'irga qaramay poygani kuzatishga kelgan ishqibozlar soni ko'p. Тайбейдеги мелдешти көрүүгө биринчи жолу келип жатам. Жарышка менин агам катышууда. Аны колдоп туруу үчүн келдим. Ajdarsimon qayiqlarda musobaqa hozirda sportning bir turi bo'lib hisoblanadi. Ushbu musobaqa Xitoy xalqida paydo bo'lgan. Musobaqa yil sayin Xitoy yilnomasi bo'yicha 5-oyning 5-kunidan boshlab belgilana boshlanadi. Dastur yakunida qiziqarli lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Stepan laqabli bu ayiq dunyodagi eng aqlli jonivorlarning biri. U kinoda rol o'ynaydi, shuningdek ispan tilidagi buyruqlarni bajarishga tayyor. Xo'jayinning so'zlariga ko'ra 20 yil davomida birorta ham odamga nisbatan salbiy harakat qilmagan. Поднимай скорее мне, поднимай. Levanta, mira, eso. Vamos a ayudar a las dos al mismo tiempo. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Xayr, omon bo'ling. Assalomu alaykum. 15-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Qirg'iz gidromet ob-havo kuzatish markazining xabar berishicha, ertaga ayrim hududlarda yog'ingarchilik bo'lib, g'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Chu oblasida 19-24, kunduzi 28-33 daraja issiq. Talas oblasida kechasi 18-23, kunduzi 32-37 darajaga ko'tariladi. Issiqko'l oblasida kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja issiq. Norin oblasida kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'lishi kutilyapti. Batken oblasida kechasi 17-22, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Jalolobod oblasida kechasi 19-24, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblasida kechasi 19-24, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilyapti. Shahrimiz O'shda yog'ingarchilik ehtimoli bor. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 22-24, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxtimiz Bishkekda ham yog'ingarchilik ehtimoli bor. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 22-24, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilyapti. Sizlar 15-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumoti bilan men sizlarni Feruza Murodullayeva tanishtirdim. Salomat bo'ling.